boyda darg'azab bo'lib, qani yurchi, qo'shnisini eshigini tepib kirib, ha, go'sht yeb qoldinglarmi? Shu bolani qo'yni ketibdi go'shinglarga, uyda shuncha go'sht tursa ham, bir-birda berib qo'ysanglar nima bo'ladi? Men qo'y so'yib berardim sizlarga. Qo'shnijon, 5 kun bo'ldi. Bolalarim bir-birda narsa totmashgan. Bolalarim qarasam ochlikdan o'zlaridan ketishyapti. Ko'chaga chiqib, "Yo Rabbim, bolalarimni endi rizqini qayerdan topdim" desam, bir jarda harom o'layotgan molni ko'rdim. Allohim, menga va bolalarimga bu narsa halol. Bo'lmasa holimiz tang dedimda, o'sha harom o'layotgan molni go'shtini kesib olib kelib, qovurib bolalarimga yediryatuvdim. Menga va bolalarimga halol edi, lekin sizni bolangizga harom edi. Boy aytdi, "Eyvoh! Allohim, qo'shnim shu holatda-yu, men 2000 tillo bilan hajga ketyapman. Uyiga kirib 2000 tilloni oldida qo'shni bu yoqqa keling." Qo'shnini turg'izib qo'yib atrofida qo'liga 2000 tilloni berib, "Labbayka Allohumma labbayk" tavof qila boshladi. Tavofi Baytul Xalil kori oson است. Tavofi Baytul Jalil